Otajon, yaxshimisiz? Uyda sizni biror narsa bezovta qildimi? Yaxshiman bolam, hammasi joyida. Shunday xursandmanki, ayniqsa onangni bir ko'rsang, hech narsa uni bu uyga qaytishchalik xursand qila olmasdi. Unga dunyolarni sovg'a qilding bolam, mehribon o'g'lim. Alloh sendan rozi bo'lsin bolam. Men sendan roziman. Alloh ham sendan rozi bo'lsin. Meni chaqirishyapti o'g'lim. Eshitaman. Bo'pti, boryapman. Marhamat. Bular odam bo'lsa, men kimman deyishdan o'zimni tutolmayapman. Kompressor bilan shishirilgandek. Tavba. Igna yegach ham yumshamabdi. Afandim. Eshitaman, hamshira xonim. Ahvollari qalay? Vujudlaridagi ortiqcha quvvat yuklamasi tufayli asab tizimlarida deformatsiya yuzaga kelgan. Tomchi dori bilan tinchlantiruvchi va mineral qo'shimchalar qo'ydik. Shu kapsulalarni esa terilari ostidan topdik. Bularni terisi terimas, go'yo dori qutisidek. Uyg'onda iblis Gerkules. Siz chiqishingiz mumkin, xonim. Xo'p, Husnibey. Yechib yubor meni. Bu yaxshi fikr deb o'ylamayman. Men qayerdaman, ha? Siz kimsiz? Professor qayerda? Dorilarimiz qani? Bu dorilar sizni telbaga aylantiribdi. Ammo hali ham aqlingiz kirmabdi. Men o'sha dorilarsiz yasha olmayman. Bizga dorilarimizni ber. Dorilarimizni ber. Sizga dorilaringizni bera olmayman. Ammo xohlasangiz, qatiq yoki ayron beraman. Qatiq haqiqiy shifodir, tavsiya qilaman. Dorilarimizni ber, abla. Ketma, Ketma, to'xta. bu yoqqa kel. Ketma, shoshma. Ketma. Kayzerni olib kelayotganda shunday bo'lishini bilganding. Shunday qilishga majbur bo'ldim. Stansiyaning xavfsizligi hamma narsadan muhim. Qachon ko'chamiz? Kayzer xavfsizlikni ta'minlagach. Ungacha sen ham qadamlaringga ehtiyot bo'l. Birja meni qiziqtirmasa ham, afsuski sen bizga jalb qilgan chaqmoqlar bilan ovoraman.
U chaqmoqlar bir necha tugma bilan tarqab ketadi. Soya. G'arbdagi o'yin zalining ochilishini kutyapman. Tarqab ketgan bitta narsa bor. U ham bo'lsa diqqating. O'yinchog'ingni ol. So'nggi o'yiningni o'yna. Oxirgi qadahingni ich. O'zingga kel, ko'rishamiz. Qiladigan ishlarimiz ko'p. Stansiya tayyor bo'lgach, tizimni u yerda qaytadan o'rnatishim lozim. Tizimni o'chirishdan oldin ko'p ishlarni hal qilishim kerak bo'ladi. Bu yerda yetarlicha vaqtimiz bo'ladimi? Endi bu yer xavfsiz emas. Shuning uchun tezroq harakat qil. Bu Toshbobildanmi? Ha, Bobilni hayotda qolgan so'nggi dushmanidan. Alamdardan bir esdalik. Uni shunchalik yaxshi ko'rishingni bilmasdim. U juda qimmatli dushman, hurmatga sazovor. Shuning uchun uning kallasini bu tosh bilan yanchab, boshlagan ishimni tugataman. Seni chaqirganim uchun aybga buyurma, Po'lat. Lekin bu mavzu xuddi mendek senga ham taalluqli edi. Qulog'im senda, Zeynab. Metay hammasini bilibdi. Nimani bilibdi? Yusuf mening o'g'lim ekanligini biladi. Otasi sen ekaningni ham. Bu bilan ishim yo'qligini ham biladimi? Ahamiyati yo'q. Bundan albatta senga qarshi foydalanishga urinsa kerak. Jur'ati yetishiga ishonmayman. Endi Yusuf bilan ishing yo'qligini bilaman. Ammo baribir haqiqat fosh bo'lishini istamasang kerak deb o'yladim. Men uchun bu hech narsani o'zgartirmaydi. Metayning dardi nima ekan? Haqiqatni hammaga aytaman deb meni qo'rqityapti. Evaziga nima xohlayapti? Qo'llab-quvvatlashimni xohlashini aytdi. U meni tinch qo'ymasligini bilaman. Bu ishidan o'ziga qarshi foydalanishim mumkin. Yo'qotaylik deysanmi? Qo'li hamma joyga yetadi. Albatta biror zaif tomoni bordir. Bor. Onasi. Lekin unga zarar berishingni men ham xohlamayman. Hech bo'lmasa maqsadi uchun tanlagan yo'lini bilishim kerak. Metay juda mug'ombir odam. Vaziyat taqozosiga qarab o'zgaraveradi. Yo'lini qayerga burilishini aslo bila olmaysan. Unda nimani maslahat berasan? Bu holatda ikkita yo'ling bor, Zeynab. Yo Metayni o'ldirasan, yoki bu mamlakatdan ketasan. Uni yo'ldan olib tashlashdan boshqa choram yo'q. Men senga aytsam,
Metemort yog'ochni bosmaydi. Senga tahdid qilayotib, oqibati nima bo'lishini ham o'ylagani tayin. O'zini kafolatlagandir. Seningcha bundan boshqa yechim bormi? Meteni sendan yaxshiroq taniyman. Boshing baloga qolishini xohlamasang, menga aytmasdan hech narsa qilma. Ochig'i, bu yerda Yusuf uchun endi hech narsa qila olmaymiz. Juda kech. Qo'y, o'tmishligicha qolsin. Xo'pmi? Tinchilaring yigitlar. U meni do'stim. Tekshirishingiz shart emas. Yigitlarda ayb yo'q, Metebey. Ko'pdan beri uchrasha olmadik. Sen ham haqsan, Serkan. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Siz ortga chekingach, biz ham o'zimizni panaga oldik. Endi qayta oyoqqa turish vaqti keldi. Tinchlikmi, Metebey? Tinchlik, Serkan, tinchlik. Tez orada men uchun yangi davr boshlanadi. Eski kuchim va mavqeimni tiklayman. Yonimda eski do'stlarim bo'lishini xohlayman. Seni shuning uchun chaqirdim. Bosh ustiga. Yoningizda bo'lishni har doim xohlaganman. Lekin tushuna olmadim. Tashkilotga qaytyapsizmi? Hozir emas. Lekin yaqinda kuchli do'stlarim va aloqalarim tufayli ajoyib taklif olishimga ishonaman. Bu yangilikdan juda xursand bo'ldim. Mendan biror istagingiz bormi, Metebey? Sen tashkilotning eski xodimisan, bilasan. O'tgan ajoyib kunlarimiz xotira uchun nafaqadagilarga, ishdan bo'shatilganlarga, ranjiganlarga, ishimizga yaraydigan kim bo'lsa, hammasiga xabar qil kelishsin. Qancha vaqtim bor? Yo'qotadigan vaqting yo'q. Tushundim, afandim. Ol. Katta rahmat. Arzimaydi. Xo'sh, akam to'y sanasi haqida nima dedi? Boshqa hech narsa demadi. Demak, sanasini biz belgilashimizni xohlayapti. Men qulay paytini topib, u bilan gaplashib ko'raman. Mayli, ammo bugun bu mavzuni ochma. Biror muammo bormi? Biz kecha ofisdan ketdik, Safiya. Tushunmadim. Og'a ofisni pusatga qoldirdi. Hammamiz u yerdan ketdik. Akam shuni xohladimi? Xohlagani uchun shartda chiqib ketdi-da. Biror sababi bo'lsa kerak.
Hamma kelganiga ko'ra suhbatni boshlasak ham bo'ladi. Men Istanbulda emasligimda boshqa kallalar chiqibdi. Ammo endi qaytdim. Endi bitta boshingiz bor. Mendan beruxsat qimor ishiga kiradigan odamning boshini olib qo'liga beraman. Qimorning markazi shu makon bo'ladi. Alohida joy ochadigan odam 50% xirojni menga beradi. Savollar bormi? 50% ko'pmasmi? Politsiya reydlaridan shundoq ham katta zarar ko'rdik. Katta makonlarimiz bosilgach, kichik qimorxonalar ochdik. Qimorga yoshlarni ham qo'shdik. Ammo u yerda ham mayda pullar aylanyapti. Bu ishlarda yoshlarni, bolalarni jalb qilish juda muhim. Raskolniy bola chaqa bilan o'ralashishni xohlamaydi. Ularda pul bo'lmaydi. Bolalar mening oyoqli gazetalarim. Nomimni ular yoyishadi. Ha, yana bir shartim bor. Har bir mashina uchun alohida badal to'laysiz. Kimda e'tirozlar bor? E'tiroz bildiradigan odamga bu yerda qo'l tekkizilmaydi. Sha'nim bilan qasam ichaman. Qasamingiz bosh ustiga, Pusat og'a. Raskolniy Pusat bilan ishlashdan g'ururlanadi. Yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Meni mehmonlarim bilan yolg'iz qoldiring, yigitlar. Serkan, jamoa juda kuchliga o'xshayapti. Do'stlarimiz bilan uzoq suhbatlashdik, Mete bey. Siz bilan birga ishlash o'zlari uchun sharafligini aytishdi. Xizmat paytimda siz bilan ishlash imkonim bo'lganda, afandim. Ko'magingizni unuta olmayman. Seni esladim. Davlat tarbiyasini olgan odam boshqacha bo'ladi. Mana sadoqat namunasi, Serkan. Katta rahmat afandim. Xizmatni boshlashdan avval bizdan aynan nimani xohlayapsiz, Mete bey? Mana bu ham Serkan xizmat odami. Juda yaxshi. Menga yoqdingiz. Shoshilmang, yigitlar. Vaqti soati kelganda hammasini bemalol gaplashamiz. Hozircha sizdan istagim sadoqatingiz. Agar siz menga buni bersangiz, men ham siz davlatimizdan ko'rmagan qadrni beraman. Shubhangiz bo'lmasin, afandim. Men do'stlarimga kafilman. Men uchun sharoitlar o'zgarmaguncha bu sir oramizda qoladi. Xizmatimga qaytganimdan keyin birgalikda ko'p yaxshi ishlar qilamiz. Ishoning, davlatning bag'ridan issiqroq faqatgina
onaning quchog'i bor. Avval Anadolu xonimni ko'rib ketaylik. U yerdan Havuzbashga o'tamiz. Anadolu xonim ofisga bormoqchi edi. Og'am u yerdan oladigan narsalari bor ekan. Laboratoriyani butunlay bo'shatmadingizmi? Tuvaklarni unutibmiz og'a. Ularda noyob o'simliklar bor ekan. O'sha o'simliklar nima bo'lsa aytsin, biz topamiz. Ofisga borish shart emas. Nimadir demoqchimisan, Jahid? Yo'q og'a, hech narsa. Sen aytmasang ham men aytaman, Jahid. Gapingiz bo'lsa ayting-da endi. Og'a, Pusat atrofiga eski oshnalarni yig'ib mafiyachilik o'ynayotganmish. Menga nima, Erxan? Sizni makoningizda, og'a. Senga nima, Erxan? Eshitaman, Muhsin. Bo'pti, biz ham darhol u yerga boramiz. Erxan, sen yigitlar bilan Anadolu xonimning oldiga bor. Muhsin ana u sherifning birja operatsiyalarini amalga oshiradigan joyini aniqlabdi. Biz Jahid bilan u yerga boramiz. Xo'p, og'a. Og'a, ketyapmiz, u birja operatsiyalari qonuniy emasmi? U yerni bosgach nima qilamiz? Qonuniy operatsiyalarni nega taxallus ostida va buzish qarori chiqqan binoda o'tkazilganini aniqlaymiz. Qalay ketyapti, qadrdon do'stim? Pulni e'tiborni jalb qilmaydigan tarzda o'tkazishga harakat qilyapman. Menga yana bir necha kun kerak. Kaiser stansiya tayyor bo'ldi deyapti. Menimcha darhol bu yerni tark etishimiz kerak. Ishlaringni ham o'sha yerda davom ettirasan, Ariel. Tizimni qayta o'rnatish ko'p vaqtimni oladi. Pulning turk banklarida qolishi juda xavfli. Menimcha puling uchun stansiya yaxshiroq. Sira unday emas. Kaiser bu miqdordagi pulni xavfsizlikka rahna soluvchi jihat sifatida ko'rishi mumkin. Unda tezroq harakatingni qil. Qo'shimcha odam xohlaysanmi, usta? Hozircha shart emas, og'a. Biz 4 tomondan ishlayapmiz. Mashalloh. Dushanbagacha hamma ishni tugatasiz. Bo'lmasa aralashmayman, usta. Xavotir olmang, og'a. Va'da berganimizdek topshiramiz. Yaxshi. Unda seni chalg'itmayman, usta. Mayli, ishingga bor. Sog' bo'ling. Qalay? Yoqdimi, Raskol? Juda tez harakat qilyapsan, Pusat. Bu kunlarni shunchalik uzoq kutdimki, hatto bir soat cho'zilishiga ham toqatim yo'q. Katta stollarda katta odamlar bir soatda katta pullarni yutishadi.
Biz ham yutamiz, Raskol. Ana, katta o'yinlar o'ynaladigan stollar kelyapti. Bu yerga nega kelding? Mehmon kutish tarzingiz sira yoqimli emas. Bu yerga nega kelding? Mehmonni kutib olish tarzingiz juda yoqimsiz. Tez orada bu yerlar juda fayzli bo'ladi, Raskol. Raskolni Istanbulga yashash uchun kelmagan, shuni kutayotgandi. Senga va'da beraman, sherik. Kutganingga arziydi. Bu yerda shunday shov-shuv ko'taramizki, eshitmagan qolmaydi. Raskolning telefoni jiringlayapti. Telefoningga qara. Men ham ichkaridan xabar olay. Raskolni Husnu degan odam keldi, Raskol. nega kelibdi? Sen bilan yuzma-yuz gaplashish kerak ekan. Raskolni boradi. Kutib tur. Kelyapti. Kelsin chiqani. Keladigan bo'lsa, ko'radigani ham bor. Bormanglar endi. Rahmat. Oson bo'lsa boshingga kelsin. Laboratoriyaga qachon boramiz? Og'a bilan gaplashdim. Anadolu xonim xohlagan o'simliklari qanaqaligini aytsin, biz topib beramiz dedi. Qayerdan ham topib olardingiz? Qayerdan? Nega topilmasin opa? Siz ularni jannatdan terganmisiz? Ha? Jannat vatanimdan terdim. Jannat vatan o'zimizniki emasmi? Yana teramiz. Terdirishmaydi bolajonim. Sizlar meni hech tushunmayapsizlar, Erhan. Shuncha yil mana shu kunlarni orzu qilganman. Laboratoriyada torium muammosini hal qilsam, yerga qaytmoqchi edim. Undan yo'qolgan xazinalarni qazib olmoqchi edim. Ofisimizda daxma bor ekanda. Men seni hozir jannat vatanimga ko'maman, Abbos. Anadolu xonim bu masalani menga yaxshilab tushuntiring. Eshit. Bu yurtni qarichma-qarich kezganman. Qancha barakali, hosildor yerlarimiz bor bilasanmi? Barcha turdagi tuproq, urug', gul. Bizda hatto kitoblarga ham kirmagan o'simliklar bor. Qayerda ko'rganingizni ayting, biz yana borib yig'amiz. Ay, yig'a olmaysiz-da bolam. Qo'yishmaydi. Nega endi? Axir tuproq bizniki emasmi? So'zda bizniki. Go'yoki yuqorida bizning bayrog'imiz xilpiramoqda. Ammo aslida bu tuproqlarga egalik qilishga ojizmiz bolam. Kim egalik qilyapti unda? Chet ellik olimlar butun yerlarimizni qarichma-qarich kezishyapti. Qimmatli tuproqlarni olib, o'simliklarimizni ham o'rganib, keyin qandaydir tarzda ro'yxatga olib, ularni himoya qilishmoqda. Hamma narsa qoidalariga, kitobiga muvofiqmish. Yo tavba. Olim o'z nomidan sinov o'tkazsa, xohlagancha namuna olishi mumkin. Ular ustida tajriba o'tkazishi mumkin. Hatto yangi navini yaratib, daromad ham topyapti. Ammo sen qo'l tekizishing mumkin emas. Bunaqasi ketmaydi.
Ha, bunaqa ishlar ko'p bolam. Bilsang bormi? Siz o'sha o'simliklarni qanday qilib oldingiz unda? Men Anadoluman. Mening qarshimda qaysi kuch tura olardi? Biz ham Anadolu farzandimiz. Bir chorasini topamiz. Albatta topasan. Kechagi oqshom qanday o'tdi? Ajoyib. Obbo, Yusuf, gapirsang-chi endi. Qiziqib ketyapman. Dadang Osiyoga uylanayotganini eshitib rosa hayron bo'ldingmi? Hayron bo'ldim albatta. Lekin bu Fehmi Kuzuzade bizni qanday hayron qoldirishni yaxshi biladi. Sen uncha xursandga o'xshamaysan. Dadam uchun xursand bo'ldim. Baxtliga o'xshaydi. Muhim ham shu emas axir. Kel, Kenan. Yusuf kechagi oqshomni gapirayotgandi. Lekin har doimgidek og'zidan zo'rg'a gap olyapman. Biroz hayratdaligi aniq, osonmas. Shu yoshdan keyin o'gay ona kelyapti. Oqshom ajoyib o'tdimi? Bo'ladi, qay darajada ajoyib o'tishi mumkin bo'lsa. Sen bo'lajak kelin haqida nima deb o'ylaysan? Men uchun muammo yo'q. Osiyo dadamni yoniga yarashadigan ayol. Ammo siz bu holdan uncha xursand emassiz shekilli. Bu gapni qayerdan olding, Kenan? Kecha oqshom kayfiyatingiz yo'qroq edi. Shunaqami? Menga xursand bo'ldim deding-ku? Toki dadam baxtli ekan, men ham xursandman. Afandim, Mete Aymar keldi. Qayerda? Haqibi yuqoriga olib chiqishni aytdi. Sizga ham xabar berishimni so'radi. Yaxshi. Fehmi bey yo'qmi? Yo'q, Mete. Qolaversa, Fehmi bey bilan uchrashish uchun qabulga yozilishing kerak. Mete, to'satdan kelishingni sababi nima? Xabar qilmasdan kelishimga hammangiz hayron bo'ldingiz shekilli. Ishonavering, men ham eshitganlarimdan shu kunlarda juda hayron qolyapman. Demak, yangi xabarlarni bizdan baham ko'rgani kelibsan-da. Bu yoqqa o'taylik. Siz bo'lmasangiz, Haqqibey meni tik holda mehmon qilib qaytarib yuborardi. Ha, Kenan bey, holbuki siz bilan hamkorligimiz yangi bo'lishiga qaramay, men Haqqini ko'p yillardan beri taniyman desam adashmayman. Shuncha yilda ham sira o'zgarmading, Mete. Sizning qanday hamkorligingiz bor, Kenan? Mete bey meni rus investori bilan uchrashtirdi. Birgalikda puldan pul ishladik. Men bilan bo'lgan faqat yutishim mumkin. Yoki yangi ish taklifing bormi? Bu safar taklif emas. Do'stim nomidan bir iltimos bilan keldim. Siz uchun nima qilishim mumkin? Bittasini topishni xohlayman. Siz sal avval u bilan ishlaganingizni eshitdim. Kim ekan? Osiyo Tona. Uni nega izlayapsan? Birga ishlamoqchiman. Qarshi bo'lmasangiz. Agar shuning uchun kelgan bo'lsang, biz hech narsa qila olmaymiz. Uni borib o'zing top.
Unga bog'lanish oson emasligini eshitgandim. Demak rost ekan. Mayli. Men o'zim bir amallarman. Fehmi beyga salomlarimni yetkazing. Eshitaman, Yusuf. Meti Aymar sal avval shu yerda edi. Nima xohlayotgan ekan? Osiyo Tuna bilan ish yuzasidan ko'rishmoqchimish. Bizdan sen bilan bog'lanishga yordam berishimizni so'radi. Bu odam o'yin qilyapti. Dadam bilan o'rtangizdagi munosabatni bilishi aniq. Aks holda bu yerga shunchalik bemalol kelib buni so'rashga jur'at qila olmasdi. Fehmi ham u yerdamidi? Yo'q edi. Lekin Mete boshqa bir bahona bilan yana kelsa kerak. Men u bilan shug'ullanaman. Nima bo'ldi? Bu Mete Aymar boshimni baloga tiqadi. Kerakli ishni qilaylik. Qilaman o'zi. Menga uning yashiringan joyini top.